Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Bugun biz Farruxbekning kichkina mini fermasidamiz. Farruxbek, Assalomu alaykum Jalil aka. mollarimiz nima deyapti endi? Mollarimizga endi mana bag'yapti. Qayerda mollari? Qirg'iziston mollari mana. Ayollar uzun. Yeb ichlari ama O videoga olib bo'lmaydigan yerlari ham chiqib qoldi-yu. Bitta tanishtiringda bu mollaringizni. mana shu yerdamiz mana bog'on mana. Bog'on uzun mana ularga bo'ladigan mollar. Ular orqalarida. To'qali ham bor ekan orqangizda. To'qali ham bor ekan orqangizda. Tonnali bo'ladi deb bergan. Tonnali. Otash katta bulardi. Oleschi. Bu olgan yaxshiladi. Ana bo'lib o'ynaydi, ben bo'ladi yaxshi mollar. Qirg'izistonniki. Qirg'izistonniki. Mollar bering mana. Bo'rasa ham Qirg'iziston bo'rasa kerak a? Ha. Ben mollar bering mana. Mollar rozı bo'ladigan bo'lsalar. Buni nomi qanaqa bu sari ola? Ha, bu o'zimizdanmi? Bu hali limuzin deganimi bu? Ha, mujmal. Bu eng kichkina mittisi. Bu qo'ng'iramiz mana. Qo'ng'irmi bu? Ha, yerga to'y bo'ladi bizlar. Mana Mickey Mouse mana. Mickey Mouse degani mana shumi? Zo'r. Ha, Mickey Mouse bilmash mana. Ha, Qashqo'lar ekanda Mickey Mouse degan. Mana Mickey Mouse. Ha, gallalarni ko'rib qo'y. Gallalarni ham ko'ringlar, muxlislar. Yaxshimi? Ha, zo'r. Bagadigan bo'lsa nima? Nech puldan endi bular? Bizga 8 milliondan kelib tushgan kelishi. Yo, sotishingizchi. Hozir sotishimiz qatnashga yo'q, bakaylik. Ichda baqqis kelyapti. Bizga bakay. Yaxshi ko'rib qolibsan mollar. Yeb ichish yaxshi.